Salom do'stlar, sizlar bilan Imina Fidelsi yangiliklar kanalidan xush bo'libsizlar. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Dreamliga Soccer 2026 o'yinida yana bir bor sizlar bilan jamoa yig'ish videoroligini qilyapmiz. Qanaqa jamoa desanglar, terma jamoalarni yig'amiz. Biz bugun endi terma jamoalar bilasizlar, favorit klublardan 3 ta terma jamoani yig'amiz. Qaysi terma jamoa desanglar, birinchisi Fransiya, ikkinchisi Portugaliya va uchinchisi Ispaniya. Mana shu 3 ta terma jamoani bitta tarkibga yig'amiz. Men Telegram kanalimda ovoz nima deydi, apros qilgandim. Ko'pchilik Fransiya bilan Portugaliya debdi, lekin Portugaliyada bilasizlar, futbolchilar kamroq, to'g'ri, asosiy tarkibi zo'r, lekin zaxira o'rindiqlari biroz kamroq bo'lgani uchun Ispaniyani ham qo'shib qo'ya qoldim do'stlar, chunki Ispaniya favorit. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana bu ekraningizdagi Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bu Telegram kanalda biz tez sezon paslarga 2 ta, 5 ta, 10 talab dasha sezon paslarga aksiyalar qilyapmiz. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Sirkasi opisiyaniyada hamda kommentariyada bo'ladi. Yoki bo'lmasam Telegramga kirib "Dilsi yangiliklar" deb yozsanglar, birinchida chiqadi. Alvarez bilan Rafinyaning qizil rasmi bor. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, bu akkauntda tanga olmoslarini qaranglar. 16 mingta tangasi bor va 273 mingta tangasi bor. Xullas 16 mingta olmosi va 273 mingta tangasi bor. Xo'p, bu tarkibni hozir biz sizlar bilan mana shunday kuchaytirishyapti. Endi futbolchilar bor, ba'ziga futbolchilar bor, o'sha masalan Fransiyadan o'sha 2 ta futbolchi bor. Bular o'sha Fransiyaning foydasiga. Fransiyada 2, Ispaniyada 0, Portugaliyada 0 bo'lib turibdi. Boshqa futbolchilar menimcha, Ispaniyalik yana bitta futbolchi bor ekan, lekin bu endi buni baribir sotib yuboramiz-da, 70 ekan reyting. 75. Portugaliyalik futbolchi bor ekan, Pedro Neto. Buni ham asosiyga qo'yib qo'yamiz. Portugaliyalik futbolchi bo'lgani uchun bu yerga qo'yamiz buni. Bunday qilib. Xo'p, Fransiyada 2 o'sha, Portugaliyada 1 va Ispaniyada 0 bo'lib turibdi, chunki ispaniyalik futbolchimiz yo'q ekan. Xo'sh, asosiy tarkibda ham ispaniyalik futbolchi yo'q ekan. Biz mana ispaniyalik futbolchilar mana bu yerda endi kimnidir sotib olishimiz kerak. Kerak emas futbolchilarni sotib olamiz. Tezda. Xo'sh, bizga o'rgatyapti. Xo'p, bizga o'rgatish shart emas. Bittasi necha yildan beri o'ynaymiz. Xo'p, mana bularni sotib olamiz. Kerak emas do'stlar bular. Jamoada ortiqcha joy egallab turishadi baribir. Xo'p, mana shu 3 ta terma jamoani xudo xohlasa yig'ib chiroyli qilib video olamiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, nimaga Argentinani ham yig'mayapsiz deyishi mumkin. Endi Argentinada do'stlar bitta Messi uchun yig'maymiz-ku Argentinani. To'g'ri, Alvarez bor, boshqalar kamda Argentinada ham. Shuning uchun Argentinani qo'shmadim. Bunga o'zi Argentina yaqinda jahon chempionatini yutdi. Uni qo'shish shart emas. Argentina o'zi o'tgan jahon chempionatini yutganda, Fransiya ham yutgan. Baribir Fransiyani asosiy tarkibini bilasizlar, Mbappe, Dembele, Olise bularni yig'masa bo'lmaydi. Uyat bo'lib qoladi. Shuning uchun обязательно yig'amiz. Xo'p, bizda birinchi ispaniyalik futbolchi bo'lmoqda. Qani kimga balet qiladi do'stlar? Men o'zim shaxsan bu anunda Fransiyaga balet qilmoqchiman. Ya'ni Fransiyalik futbolchilar ko'proq chiqishiga balet qilmoqchiman. Xo'sh, ovozlar normalda. Bizda Marcos Llorente tarkibimizga qo'shilyapti va mana bu yerda agentdan ochishni o'rgatyapti. Ispaniya futbolchi, lekin buni ola olmaymiz do'stlar. 75 reytingdan past. Shuning uchun ola olmaymiz do'stlar. Ispaniyalik boshqa futbolchilar ham bor. Mana bu yerga tushiramiz. Fransiya futbolchilari ham xuddi shunaqa, Portugaliya futbolchilari ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Xo'p, bizda qidiruvlar juda ham ko'p ekan va ispaniyalik darvozabonni olamiz do'stlar. Xo'sh, darvozabon ham tayyor. Video boshlanishidan o'sha transferlar ko'payib ketyapti. Buni tezda asosiy tarkibga joylashtiramiz. Mana do'stlar, o'sha 2 ta ispaniyalik, 2 ta fransiyalik mana va bitta portugaliyalik futbolchi bo'lib turibdi. Hozircha Fransiya bilan Ispaniya 2-2, Portugaliya bo'lsa 1 da bo'lib turibdi. Xo'p, qidiruvlarni boshladik do'stlar. Voy, ancha bo'ldi sog'ingandim qidiruvlarni va mana bunday narxi arzon bo'lgan futbolchilar chiqyapti. Xo'sh. Va bizga fransiyalik futbolchi chiqyapti, lekin 75 reytingdan past. Shuning uchun ola olmaymiz. Qani.
Yildiz chiqyapti, lekin ola olmaymiz chunki turkiyalik. Turkiyani ham jamoasini yaxshi bo'lardi, lekin Turkiyada bitta Arda Güler bilan ikkina yildiz bor xolos-da. Boshqa futbolchi, taniqliroq futbolchi yo'q bo'lgani uchun biz ularni yig'a olmaymiz. Xo'p, 77 reytinglik angliyalik futbolchi chiqyapti va bizda bular tugadi. Endi ko'k qidiruvlarni amalga oshiramiz. Ben White, Murillo. Xo'sh, Mario chiqyapti. Portugaliyalik Joao Mario. Endi do'stlar, nima qilamiz? 75 reytingdan past ola olmaymiz. Xo'p, yo'q, bularni ham ola olmaymiz. Tak. Umar Marmush chiqyapti va yana bitta ispaniyalik futbolchi. Lekin uni ham ola olmaymiz. Pedro chiqyapti. Braziliyalik, italiyalik, Gravenberg. Xo'sh, va bizga 3-ispaniyalik futbolchi chiqyapti. Bu Nico Williams. Xo'p, uni ham sotib olamiz, asosiy tarkibga qo'yamiz. Juda ham ajoyib futbolchi. Mana bu yerga joylashtiramiz. Xo'p. Ispaniya oldinda. Ispaniya 3, Portugaliya 1, Fransiya 2 bo'lib turibdi. Xo'sh, va fransiyalik darvozabon chiqyapti. Fransiya Ispaniya bo'lib ketadi shekilli, do'stlar. Endi Portugaliyani bonusiga yaqinmizda do'stlar. Xo'p, Fransiyadan bizga Maignan chiqyapti. Darvozabon asosiy tarkibga loyiq, Fransiyaning asosiy tarkibida o'ynaydi va bizda hozir hisob 3-3. Portugaliyada esa hali ham 1. Xo'p, qani davom ettiramiz. Chalxanoğlu chiqyapti. Xo'sh, va do'stlar, ikkita futbolchi chiqyapti. Ikkalasini ham sotib olamiz. Biri Ruben Dias bilasizlar, Portugaliyaning asosiy tarkibi, asosiy futbolchilardan biri va uni обязательно sotib olamiz. Va yana bitta futbolchi Gerard Martin, bu ispaniyalik futbolchi, 75 reytingda bo'lgani uchun olamiz va ularni asosiy tarkibga qo'yamiz. Boshlanishi yomon emas. Video boshlanishdanoq shunchalik ko'p futbolchilar tushyapti. Gap bo'lishi mumkin emas va qidiruvlarni davom ettiramiz. Xo'p, Nico Pas chiqyapti. Nico Pas. Mana shuni bitta rasmga olaylik. Yaqinda Real Madridga kelishi mumkin. U o'zi Real Madrid. Do'stlar, Fransiyaning eng yaxshi futbolchilaridan biri Usmon Dembele chiqyapti. Birinchi 86 reytingli futbolchi va Fransiya bilan Ispaniya to'g'ri-to'g'ri, Portugaliyada esa 2 bo'lib turibdi. Buni asosiy tarkibga tushirish обязательно, buni tushirish shart. Usmon Dembeleni mana bu yerga tushiramiz. Mana buni esa bu yerga ham tushirib qo'yamiz. Xo'p, tarkib to'layapti borgan sari biz Aleksandr Isakni olmaymiz. Xo'sh. Mana bu yerda 12 ta agentdan bor ekan va Aaron Martin, ikkita ispaniyalik futbolchi chiqyapti, lekin ular 75 reytingdan past. Mandueke chiqmoqda. Xo'sh. Calafiori chiqmoqda. Chalxanoğlu yana ikkinchi marta chiqmoqda. Xo'sh. Florian Wirtz va qidiruvlar biroz sust bo'lyapti. Shuncha legendarni qidiruvlar bersam ham Kevin De Bruyne chiqyapti. Xo'p, Kim Min-jae, Gravenberg o'sha ikkinchi marta chiqyapti. Xo'sh, va Ispaniyaning yana bitta asosiy yulduzlaridan biri Pedri Gonzalez chiqyapti bizga. Barselonaning asosiy futbolchisi, hozirgi vaqtdagi eng yaxshi markaziy yarim himoyachilardan biri. Xullas, zo'r futbolchi, markazni yondiradigan futbolchilardan biri. Uni ham biz markazga tushirib olamiz. Mana bu yerga bunday qilamiz. Xo'sh, tarkib to'layapti. Hozir 1, 2, 3, 4 va 5-futbolchi mana bu yerda 5 mana. 5 ta futbolchi hozircha yig'ilib turibdi. Ispaniyadan 4 ta Fransiyadan va 2 ta Portugaliyadan. Xullas, Portugaliya to'xtanglar. Lenormand chiqyapti. Bu ham ispaniyalik. Ispaniyaga menimcha chaqirilgan bo'lishi kerak. Chaqirilmasa 75 reytingdan baland bo'lsa olaveramiz. Xo'p, uni mana bu yerga, Martinni bo'lsa mana bu yerga. Va sostav o'sha biz qidirayotgan futbolchilar bilan to'ldi.
Gap yo'q. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va qidiruvlarni davom ettiramiz. Bekorga Ispaniyani qo'shmadim-da do'stlar. Ko'pchilik Ispaniyani yig'may qo'yavering deyishganda, lekin mana do'stlar, videorolik qiziqarli bo'lyapti. Ispaniyalik futbolchilar chunki darajada juda ham ko'p. Men shunga ahamiyat berganman. To'xtanglar. Nkunku chiqyapti. Bir vaqtlar juda ham ajoyib reytingda 82 reyting, 81 reytinglarda bo'lgan va u 75 reytingdan baland bo'lgani uchun uni ham sostavga qo'shamiz va uni joyi paka mana bu yerda bo'lib tursin. Deylar. Shu yerda bo'lib tura olsin va qidiruvlarni davom ettiramiz. Xo'sh, mana bu yerda ham biz bonuslarimiz bor, juda ham ko'p. Birinchi mana shu joyda bonuslarni endi bularda asta-sekin yig'amiz. Hozir qidiruvlarni davom ettirishimiz kerak. Xo'p, bugun bir Alvaro Carreras, to'g'ri bu Ispaniya terma jamoasiga chaqirilmadi-yu, lekin baribir olishimiz kerak, chunki Ispaniya futbolchisi bu. Real Madrid futbolchisi. Xo'sh, uni Elzaga qo'yamiz endi. Martinlar reytingi balandroq bo'lgani uchun. Va mana do'stlar to'lib boryapti, borgan sari sostavimiz. Gap yo'q. Nkunkuni endi mana bu yerga qo'yib turamiz. Xo'p, Ispaniya necha bo'lib ketdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'lib ketibdi. Xo'p, Fransiyachi 1, 2, 3, 4, 5 ta fransiyalik futbolchi va 2 ta portugaliyalik futbolchi bo'lib turibdi. 7 ga 5 hozir. Wow. Yaxshi. Va yana bitta ispaniyalik futbolchi. Endi buni olmay qo'yamiz-da do'stlar. Kim bu? Elza o'zi ko'payib ketib qoldi. Yaxshiroq futbolchini olamiz-da. Mana buni olsa bo'ladi endi. Bu Dani Olmo Ispaniyaning asosiy futbolchilaridan biri. Uni sotib olamiz. Xo'sh. Va uni asosiy tarkibga joylaymizmi? Mana bu yerga qo'yib turamiz. Uni pozitsiyasi shu. Xo'sh, juda ham yaxshi ketyapti hozir. Videorolik yonyapti. Gap yo'q. O'zi Portugaliyani yig'may qo'yamiz, mana deysizlar. Portugaliya futbolchilari kam chiqyapti-da chunki. Lekin bilmadim, chiqib qolishi ham mumkin. Ko'ramiz, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin Portugaliya qidiruvdan kam chiqyapti, juda ham kam. Va Ispaniyaning eng yorqin yulduzi jahon chempionatini yutishi kutilyapti. Lamine Yamal bizga chiqyapti. Xo'sh. 86 reytingda uni ham biz asosiy tarkibga tushiramiz. Mana bunday qilamiz. Williamsni mana bu yerga qo'yamiz. Va tarkib o'zi shikalat bo'lyapti. Ispaniya oldinda. Xo'sh, oxirida sanaymiz kim qancha olganini. Virgil van Dijk. Ispaniyalik futbolchilar vobshe ko'p ekan do'stlar. Men o'ylaganimdan ham ko'p ekan. Chunki juda ham ko'p chiqyapti-da. Declan Rice. Hop. Va Oyarzabal chiqyapti. Yana Ispaniya do'stlar. Yana Ispaniya. Ispaniyalik futbolchilar ancha ko'p ekan o'ylaganimdan ko'ra. To'g'ri terma jamoaga chaqirilmagan bo'lsa ham, bu chaqirilgan. Ba'zilari chaqirilmagan bo'lsa ham, lekin shunday desa bo'ladi. Yaxshi o'ynab berishadi. Mana bularni ham asosiyga tushirib qo'yishimiz kerak. Keyin kerak emas futbolchilarni sotib olish kerak bo'ladi-da do'stlar. Kerak emas futbolchilarni, masalan, zapasdagi mana bu ko'k futbolchilar umuman kerak emas bizga. Sotib olishimiz kerak. Biroq bekorga joy egallaydi. Zapasdan endi bu yoqdagi futbolchilar endi o'sha kerakli futbolchilar bo'ldi. Xo'p, qidiruvlarni davom ettiramiz. Fransiya juda qolib ketyapti do'stlar. Men Fransiya yutadi deb o'ylayotgandim, lekin Ispaniya futbolchilari o'ylaganimdan ham ko'proq chiqyapti. Alisson Becker, Oriel ekan ismi. Va bizda biroz internet muammosi bo'lyapti ana. Va xo'sh, Doku chiqyapti. Marquinhos. Xo'p, nimaga argentinalik Mastantoni chiqyapti? Real Madrid futbolchisi, yana bitta Declan Rice. Ko'pchilik savol berish mumkin, nimaga terma jamoa futbolchilarini yig'yapsiz? Deyishim mumkin. Chunki jahon chempionati do'stlar. Jahon chempionati boshlandi. O'zbekiston yaqinda o'ynadi o'sha bilan oti nima edi? Kolumbiya bilan o'ynadi va yutqizdi. Endi chiqisi yo'q, O'zbekistonga ishonamiz, hali imkoniyat bor. Va qidiruvlar yana sustlashib qoldi. Xo'p. O'zi asosiy maqsad videoda o'zi Portugaliya Ispaniya bo'lib qoldi do'stlar.
Fransiya, Ispaniya degani. Portugaliya futbolchilari chunki chiqmayapti. Aytgandim-ku, kam futbolchilar. Lekin Telegramda ko'p ovoz yig'ib qo'ydi. O'shuning uchun buni ham bitta bonus sifatida qo'shib qo'ydik. Va Upamecano, oy. Dayot Upamecano, Bavariyaning futbolchisi va hozir u Fransiyaning eng asosiy markaziy himoyachilardan biri hisoblanadi va uni biz tezda sotib olamiz va asosiy tarkibga joylaymiz. Va bizda mana shunday tarkib yuzaga kelyapti. Xo'p, lekin hali ham bilaman, Fransiya orqada. Chunki ana futbolchilar juda ham ko'p chiqib ketdi. Ispaniya futbolchilari va bizda yana Ispaniya futbolchisi chiqyapti, lekin golkiper ekanda, golkiperlar juda ko'payib ketdi. Olmay qo'yamiz. Yana Sommer, Bastoni chiqyapti. Buni Real Madrid ham, Barselona ham sotib olishga urinyapti, lekin hozircha o'xshagani yo'q. Alvarez chiqyapti, Odegaard. Voy. Va bizga Dumfries chiqyapti, Real Madridning yangi futbolchisi. Xo'p, William Pacho. Qadarishda davom etamiz. Xo'sh, De Jong chiqyapti, Barselona futbolchisi, niderlandiyalik. Tak. Va bizga Jude Bellingham chiqyapti, lekin angliyalik futbolchi bo'lgani uchun olmaymiz. Greenwood chiqyapti, yana Angliya futbolchi. Angliya ham ko'p chiqyapti. Yana Angliya, mana Marcus Rashford ham. Xo'sh. Kim chiqarkin? Qaysi jamoa futbolchi chiqadi? De Bruyne bir 34-marta chiqyapti-yu, menimcha. Fofana chiqyapti. Endi Fofana 75 dan bas ekanda ololmaymiz. Xo'p, kommentariyada negativ yozmanglar, shuncha Fransiyalik futbolchisi chiqdi, shuncha anoniy futbolchisi chiqdi, Ispaniyalik chiqdi, olmadingiz demanglar do'stlar. Chaqirilganiga qarab, vaziyatga qarab olyapmiz futbolchilarni. Men hech kimga yon bosganim yo'q va bizga fransiyalik futbolchi Jules Koundé chiqyapti. Barselonaning o'sha o'yin qanot futbolchisi hisoblanadi va u jahon chempionatiga chaqirilgan. Yana obligaziyasini olamiz va reytingga barobar olgan. Mana bunday qilib qo'yamiz. Xo'sh, tarkib yomon emas. Zo'r ketyapti. Xohlasa bugun o'zida ko'p futbolchilarga olib qo'yishimiz mumkin va bizda olmaymiz, onasini hamsin. Shuncha futbolchilar bor. Mana shu 75 reytinglar bilan to'ldirib tashladik tarkibni o'zi. Xo'sh, Mateus Nunes chiqyapti. Portugaliyalik futbolchi birinchi marta chiqishi menimcha. Ikkinchi martami? Nunes yana qaysi Portugaliyalik chiqdi bizga? Dias chiqdi, to'g'rimi? 3 ta Portugaliyalik bo'libdi. Xo'sh. Qani. Va bizga Juan Garcia chiqyapti, ispaniyalik darvozabon. Uni asosiy tarkibga tushira olmaymiz, chunki bizda Magnan bor, undan balandroq reytingga. Xo'sh, biz yig'ishni davom etamiz. Qidiruvlar biroz tezlashyapti va Gerard Moreno chiqyapti, ispaniyalik futbolchi. Buni ham sotib olamiz. Sotib olishga arziydigan futbolchi va Ispaniya futbolchilari juda ham ko'payib ketdi. Oxirida sanaymiz nasib bo'lsa. Xo'p. Xo'sh, qidiruvdan davom ettiramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, biz agentlar ochishni davom ettiramiz. Bizda hali 200 Rafinha va Alex Garcia chiqmoqda. Ispaniya futbolchilari juda ham ko'p chiqyapti. Men shunga ahamiyat beryapman. Agar Ispaniya bilan Fransiya qilganimizda, Ispaniya polibon yutib qo'yardi ekan. Hop. Tak. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda ko'proq Ispaniya futbolchilari. Videoni oxirida sanab o'tamiz. Rafinhani ola olmaymiz. Hop, qidiruvlar. Xo'sh. Fransiyalik futbolchi chiqdi, lekin bu bizga kerakli emas va Gianluigi Donnarumma chiqyapti, Berg chiqyapti bizga. Xo'sh. Va bizga Portugaliyaning eng asosiy o'sha chap qanot himoyachilaridan biri Nuno Mendes chiqyapti. Hozirgi vaqtdagi chap qanot qiroli desak ham bo'ladi. Chunki juda ham ko'p futbolchilarga cho'ntagiga soldi, Michael Olise, Lamine Yamalni ham soldi, hattoki Salah, Saka, xullas hech kim qolib ketmadi, hammasini soldi deb o'ylayman. Xo'p, mana Portugaliyalik futbolchilar ham ko'payib boryapti. Bugun tangani bir 200 mingtasini ishlatsak, xohlasa keyingi videoroliklarda bu videorolikni ikkinchi qismlari ham chiqadi, xohlasa. Va bizga Dani Ceballos chiqmoqda.
ispaniyalik futbolchi. Bu ham sotib olamiz. Real Madridda o'ynaydi. 75 ekan reytingi va fransiyalik futbolchilar va Arda Güler chiqyapti do'stlar. Mana shu Gullerda turkiyalik hop Dominik Sabazlay chiqyapti. Bu futbolchini bitta rasmga olamiz, chunki Telegram kanaliga xabar tashlashim kerak. Dominik Sabazlayga Barselona qiziqyapti ekan va sotib olishi mumkin ekan. Va bizga Federico Valverde chiqyapti. O'zi Valverde, men o'zim spitsan o'sha har doim Valverde gol urishni yorvardi deb qofiyadosh qilib aytaman-da. O'shuning uchun ko'pincha Valverde deb o'rganib qo'yganman. Uncha Realda o'yinlarini ko'rganimda shunaqa ko'rib turaman. Donnarumma yana bir marta chiqyapti bizga. Declan Rice, Odegaard, ikkalasi ham Arsenal futbolchilari. Wow, Ryan Cherki chiqyapti bizga. Voy, futbolchi to'lab qopti. Bu yerdan kuchaytiramiz endi. Kuchaytirib tashlaymiz. Olmoslarimiz yetarlicha. Kimga mana shunaqa olmosdagi ko'p akkaunt kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram kanalimda arzon, sifatli mana shunaqa tanga olmos ko'p akkauntlar bor. Mazza qilib ishlatib buni qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Sherki tushyapti. Sherkini mana bu yerga qo'yamiz yoki bu yoqqa qo'ysak ham bo'laveradi ekan. Xo'p, keyin mana bu yerdan bitta sostav sotib olaylik. Trenirovkadan. Xo'p, ko'proq jahon chempionatida qaysi pozitsiyalar kerak bo'ladi? Jahon chempionatida mana shu. Xuddi shunisi kerak bo'ladi yoki mana bumi ekan. Mana shu kerak bo'lyapti bizga. Jahon chempionatida ko'p tarkiblar mana shunday qo'yilyapti. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda ko'p jamoalarda masalan mana bunday qo'yilyapti. Mana xuddi shunaqa tarkibda qo'yilyapti. Endi bu yerga bitta CP'shnikni tushirib qo'yamiz. Garcia ham tushirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shunaqa tarzda endi yig'ib boramiz. Xo'sh. Tangalarimiz ham tugab boryapti. Borgan sari Caicedo chiqyapti. Chelseaning tayanch yarim himoyachisi. Xo'sh. Martin Garnacho. Argentina futbolchilari ham ko'p chiqyapti va bizga Raul Silva chiqyapti. Portugaliyalik darvozabonni sotib olamiz. Xo'p, William Pacho hamda mana bu shoptoli sochilib qolgan bola chiqyapti. Tushundi gapimni va bizga Alexandro Grimaldo chiqyapti. Ana shu Ispaniyaning eng ishonchli chap himoyachilaridan biri. Xo'p, Guardiola ola olmaymiz. Pulisic bir 7-marta chiqyapti o'sha. Akanji 175 mingta qolguncha ishlatamiz tangani. Va bizga mana bu Melo degan chiqyapti, qarabchi, Meo'mi? Xolos shu chiqdi. Fransiyalik ekan, Florian Wirtz 92-marta chiqyapti o'sha. Kimenjay bir ham 93-94-marta chiqib qo'ydi o'sha. Locatelli. Xo'sh. Araujo chiqyapti. Thomas Araujo. Bu asosiy tarkibda o'ynaydi-da. Ana unda. Asosiy tarkibga tez tushib turadi. Shuning uchun buni sotib olamiz do'stlar. Portugaliyalik futbolchi. Ya'ni yon bosyapti demaylar, prosta jahon chempionatiga chaqirilgan bu futbolchi. Ana o'qiladi. Merlin chiqyapti. Mo'jizalar zamonida va afsonalar diyorida ulkan qirollik taqdiri yosh bir yigitchaning zimmasida edi. Uning ismi Merlin. Merlinni sotib olamiz do'stlar. Ismi uchun sotib olamiz. Chunki meni CS:GO'dagi nickname ham Merlin. CS:GO o'ynab turaman va Merlinda mana bunday kartasini rasmchaga olamiz. Merlin, Artur ham chiqarmikan do'stlar? Merlin, Artur, Gaius, Morgana, Uter, Timber chiqyapti. Xo'sh, mayli endi. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Mateus Cunha chiqyapti. Button, bu fond degani chiqdi. Mana Turamning ukasi yoki akasi Turam. Bu ham o'sha fransiyalik futbolchilardan biri. Sotib olishga arziydi va Declan Rice bir 77-marta chiqdimi ekan, bilmadim. Molina chiqyapti bizga. Yana ana shu argentinalik futbolchilar chiqishni boshlayapti. Xo'sh. Cole Palmer. Cole Palmerning reytingi tushib ketibdi-ku. Tak. Yana argentinalik futbolchi chiqyapti.
Federico Valverde va Alisson Becker. Neymar chiqyapti. Xo'sh. Yoshko Guardiol hamda Frenkie de Jong. Bular juda ham ko'p chiqyapti. Bizga Michael Olise, Kylian Mbappe, mana shunga o'xshash futbolchilar chiqmay qo'ydi. Antonio Rudiger. Xo'sh, Diallo chiqyapti. Rangers. Yaqinda Abduqodir bilan ikkalasi to'xtanglar. Mana bu fransiyalik darvozabonni sotib olamiz. Yaqinda Abduqodir bilan Rangers futbolga alishdi. Menga juda yoqdi. Roman chiqyapti. Hop, yana fransiyaliklar chiqyapti. Qidiruvni biroz tezlashtiramiz chunki videolar cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin. Aytgancha bo'lsa, mana shu videorolikda 1000 ta like yig'ib tashlaylik, xudo xohlasa. Keyingi qismlari juda ham tezda chiqadi, xudo xohlasa. Hop, Llorente chiqyapti, lekin 74 ekan reytingi. Rodrigo hamda Greenwood chiqyapti. Wow, angliyalik futbolchilar va bittasi braziliyalik Ashraf Hakimi. O'ng qanot qiroli hozirda Ashraf Hakimi, to'g'risini aytganda. Xo'p, bizda oxirgi qidiruvlar va kim chiqsa chiqdi, oxirgisi kim chiqsa chiqdi, undan keyin o'sha to'xtatamiz. Va bizga Kubarsi chiqyapti, voy do'stlar. Oxirida yana ispaniyalik futbolchi chiqyapti. Gap yo'q prosta. Barselonada asosiy tarkibda o'ynaydi va mana ko'rib turibmizki, Ispaniyada ham asosiy tarkibda o'ynaydi u bolacha. Xo'p, bacha hali juda ham yosh, 19-18 yosh adashmasam. Hozir biz sanab chiqamiz nechta futbolchi o'sha anundan bo'ldi, nima desa bo'ladi. Fransiyalik bo'ldi nechtasi, ispaniyalik bo'ldi, nechtasi portugaliyalik bo'ldi. Hozir birgalikda sanab chiqamiz. Birinchi bo'lib albatta Ispaniyadan boshlaymiz. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta futbolchi Ispaniyadan, eslab qolamiz, 16 ta futbolchi ispaniyalik. Endi Fransiyadan sanab chiqamiz. Xo'sh, fransiyaliklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta fransiyalik futbolchilar va Portugaliyani sanaymiz endi. Xo'sh, Portugaliyadan mana bu yerda tasini qo'shamiz. 1 2 3 4 5 6 ta futbolchi Portugaliyadan chiqibdi do'stlar. Ana Portugaliya kam chiqdi do'stlar. Ko'pchilik ovozli xabarimni tushunmadi. Men Telegram kanalimga tashlagandim. Davayte Fransiya bilan Ispaniyani yig'aylik degandim, lekin ko'pchilik yo'q aka, Fransiya, Ispaniya bo'lmaydi. Fransiya Portugaliyani yig'aylik dedi. Ronaldoning oxirgi chempionati, oxirgi jahon chempionati yutsin, o'shanga yarasha bitta yig'ing deydi. Bo'ldi, xo'p dedim. Lekin mana ko'rib turibsizlar, Portugaliya futbolchilari juda ham kam chiqdi. Ispaniya futbolchilari juda ham ko'p chiqdi. Videorolik qiziqarli bo'lish uchun ko'proq mana shunaqa ko'proq futbolchisi chiqadigan terma jamoani tanladim. Fransiya hamda Ispaniya hamda Portugaliyani endi qo'shib qo'ydim do'stlar. Xo'p, Ispaniyada 16 ta, Portugaliyada 6 ta va Fransiyada adashmasam 13 ta, 12 ta bo'lsa kerak. Va mana bu yerdagi bonuslarni ham olib chiqamiz erinmasdan. Xo'p. Keyingi videolarda mana bu agentlarni ochib ichidan Abduqodirni qidiramiz. Xudo xohlasa, albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bundan ham qiziqarli videolar chiqishi uchun. Xudo xohlasa, qanchalik ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, shunchalik ko'p like yig'ishinglar kerak bo'ldi, shu xolos. O'shuning uchun likelarni bomba qilib turasizlar. Xudo xohlasa, mana shunaqa bomba kontentlarni olib borishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'sh, videorolik mana shu narsalardan iborat edi. Videorolik sizlarga yoqdi degan umiddaman. Men o'zimga shaxsan yoqdi, maza qildim. Bugun videoroligimizda Ispaniya yutdi, jahon chempionatini ham yutsin, lekin bilmadim, jahon chempionatini yutishi biroz qiyinroq bo'ladi. Sababi chunki jahon chempionatida Ispaniyadan kuchliroq terma jamoalar bor. Masalan, Germaniya kuchli o'ynayapti. Boshlanishiga 7 ta gol urdi. Angliya bor, Fransiya bor, Braziliya bor. Xullas, ko'ramiz kim yutarkan. Kim jahon chempionatini yutishini izohlarda yozib qoldiringlar. Bugungi videorolikda esa hozircha Ispaniya yutib turibdi. 16, 12 hamda 6 futbolchilar yig'dik.
Xo'p, videolar mana shu narsaga iborat edi. Albatta Telegram kanalimizga mutabaq bo'lib qo'yinglar. Har xil aksiyalar bo'lib turibdi. Xo'sh, endi videolarni yakunlashga majburman. Albatta ko'proq like yig'ib qo'ysizlar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov Idris yangiliklar kelgan bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.